Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida transmilliy uyushma a'zosi 7 kilogramm gashish bilan qo'lga olindi. Shuningdek, nufuzli oliy ta'lim muassasasi talabalarining narko-jinoiy harakatlari ham fosh etildi. Batafsil hozirgi lavhada. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti va uning hududiy bo'linmalari, shuningdek davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorlikda o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri natijasida Farg'ona viloyat Dang'ara tumanida joylashgan dalalarning birida yashirib ketilgan 7 kilogramm gashish giyohvandlik vositalarini muqaddam jinoyat kodeksining 109-moddasi bilan sudlangan 1995 va 1982 yilda tug'ilgan shaxslar olgan vaqtida qo'lga olindi. Avval ham sudlanib xatosidan xulosa chiqarmagan fuqaro 2024-yildan buyon qo'shni respublikalar hududi orqali transmilliy jinoiy uyushma a'zolari bilan hamkorlikda katta miqdordagi giyohvandlik vositalari savdosi bilan shug'ullanib kelgan. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida aniqlanishicha, gashish giyohvandlik vositasini jinoiy uyushma a'zolaridan biri kelishilgan geolokatsiyada qoldirib ketgan. Keyinchalik esa ushlangan shaxslar ushbu manzilga kelib, giyohvandlik vositasini qazib olishgan. O'tkazilgan tezkor tadbir natijasida 7 kilogramm gashish giyohvandlik vositalari iste'moldan olindi. Mazkur holat yuzasidan narko-jinoiy uyushma a'zolariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoiy ish qo'zg'atildi. Bugungi kunda giyohvandlik xavfi aholi genofondi uchun eng katta tahdid bo'lishi bilan birga, yoshlar o'rtasida bu illatning ommalashishi har bir insonni tashvishga solmoqda. Xuddi shunday tezkor tadbirda Toshkent shahridagi nufuzli oliy ta'lim muassasalari talabalari tomonidan aniqlangan bir nechta holatlar fosh etildi. Mirobod va Mirzo Ulug'bek tumanlarida 1 kilogramm 604 gramm turli xildagi giyohvandlik vositalari tarqalishi oldi olindi. Unda 2004-yilda tug'ilgan talaba yigit Mirobod tumanida 7 dona izolentaga o'ralgan marixuana giyohvandlik vositasini zakladka usulida joylashtirayotgan vaqtida ushlandi. U 3 oydan buyon Telegram ijtimoiy tarmoqlaridagi narko do'konda kuratori ko'rsatmasiga asosan yirik miqdorda giyohvandlik vositalarini tarqatish bilan shug'ullanib kelgan. Davom ettirilgan tezkor tadbirda uning ijaradagi turar joydan 698 gramm alfa PVP, 471 gramm mefedron sintetik giyohvandlik vositalari, 433 gramm marixuana, shuningdek giyohvandlik vositalarini qadoqlashda ishlatiladigan 3 dona elektron tarozi, 600 dona zip paket, 5 dona izolatsion lenta, 4 dona flakonda noma'lum suyuqliklar borligi aniqlanib, ashyoviy dalillar sifatida hujjatlashtirib olindi. Navbatdagi holatda internet narkodo'kon jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Jumladan Toshkent shahar Yakkasaroy tumanida joylashgan mehmonxona yonida shubhali harakatlangan 2001-yilda tug'ilgan narkoshop administratori hamda 1998-yilda tug'ilgan sherigi yo'lda to'xtatib tekshirilganda yonida alfa PVP sintetik giyohvandlik va 3 dona tropikamet kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari hamda giyohvandlik vositalarini iste'mol qilishda foydalaniladigan moslamalar borligi aniqlangan. Tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Qibray tumanida tezkor tadbir o'tkazilib, 2005-yilda tug'ilgan qizning yashash xonadoni ko'zdan kechirildi. Xonadondan 5 dona tropikamet kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari aniqlangan. Tezkor tadbir davom ettirilib, muqaddam jinoyat kodeksining 165 va 273-moddalar bilan sudlangan internet narkodo'kon operatori yashash xonadoni ko'zdan kechirildi va 80 gramm alfa PVP, mefedron, suyuq holatdagi alfa PVP sintetik giyohvandlik vositalari, pregabalin kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari, elektron tarozi va zip paketlar, magnitlar ashyoviy dalillar sifatida hujjatlashtirib olingan. Tezkor kuzatuv vaqtida ushbu xonadondan chiqib kelayotgan 2004 va 2006-yilda tug'ilgan zakladchik talabalardan tarqatish uchun tayyorlab qo'yilgan 30 dona izolatsion lentaga o'ralgan alfa PVP sintetik giyohvandlik vositalari borligi aniqlangan. Tezkor qidiruv tadbirlari davomida internet narkodo'kon jinoiy guruh a'zolari qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan jinoiy guruhga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan hamda 251 prim 1-modda 2-qismi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Mazkur xavf-xatarlarga qarshi huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan keskin choralar ko'rilmoqda. Bugun asosiy masala narkotrafikni to'xtatish, internet orqali tarqatish kanallarini yopish, yashirin narkolaboratoriyalarni yo'q qilish va eng muhimi, yoshlar orasida profilaktik ishlarni kuchaytirishga qaratilmoqda. Agarda siz ham shubhali faoliyat yoki shaxslar haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, Stop Narkobot Telegram kanaliga yoki ekranda ko'rsatilgan call center ishonch telefon raqamlariga xabar berishingizni so'rab qolamiz.